AQSh armiyasi yaqindan boshlab muhojirlarni ham o'z safiga qabul qilmoqda. Maqsad qurolli kuchlarda til biladigan, madaniy-ijtimoiy jihatdan uquvli mutaxassislarni ko'paytirish. Sinovlardan o'tgan muhojir armiya bilan 4 yillik shartnoma imzolaydi. Ishonchni oqlasa AQSh fuqarosiga aylanadi. Nasiba Tohir bu borada ma'lumot beradi. AQSh bosh generali Jorj Keysi yaqinda Nyu-Yorkda yangi askarlardan qasamyod qabul qildi. 32 askarning yarmi Pokiston, Hindiston, Janubiy Koreya va Bangladeshdan kelgan muhojirlar. Bu yosh yigit qizlar AQSh Mudofaa vazirligi boshlagan yangi dastur qatnashchilari. Maxsus loyiha asosida tanlovdan o'tgan migrantlarga 1 yil ichida fuqaro bo'lish imkoni beriladi. Hujjat topshirish uchun muhojir AQShda kamida 2 yil yashab qo'ygan bo'lishi kerak. Leytenant Margaret Stokning aytishicha, armiyada til biladigan, oliy ma'lumotli zobitlarga talab oshib bormoqda. Qaysi xalq madaniyatdan ekani juda muhim. AQSh diqqat markazidagi davlatlar bilan tanish bo'lsa yana ham yaxshi. Iroq va Afg'onistonda jang qilib bildikki, xalq urf-odatlaridan xabari bor jangchilar urush maydonida juda qo'l keladi. Shu yil fevralida boshlangan harbiy loyiha doirasida 52 yangi askar qabul qilingan. 60% oliy ma'lumotli. Armiya 35 strategik til bo'yicha tarjimon qidirmoqda. Steven Chi 4 tilda gaplashadi. U armiya safida yonilg'i ta'minoti bo'yicha maslahatchi bo'lib xizmat qiladi. Amerika pasporti uchun qilayotganim yo'q bu ishni, deydi u. Norvegiyada o'sib ulg'aydim. Ota-onam Xitoydan. AQSh mening yangi vatanim. Unga xizmat qilyapman. 24 yoshli Tonya Mishra Hindistondan magistrlik darajasi bor. Harbiylar uning rezyumesini internetda ko'rib qo'ng'iroq qilgan. Oylik unaqa katta bo'lmasa-da, armiya boshqa imtiyozlar beradi. Oilamga tibbiy sug'urta taklif qilishyapti. Dunyoni kezish imkoniyatiga ega bo'laman. Iqtisodiy ahvol og'ir bo'lib turgan bu paytda menimcha bu yomon taklif emas. Yangi askarlar qator harbiy tayyorlov kurslaridan o'tishi kerak. 9 oylik jismoniy va ruhiy sinovga bardosh bergan muhojir Iroq va Afg'onistonga ham yuborilishi mumkin. Hindistonlik shifokor Melpati Krishna xavotirini yashirmaydi. Jismoniy mashqlardan o'ta olsam bo'lgani. Hozircha harbiy dasturga 380 muhojir hujjat topshirgan. Yil oxirigacha 1000 kishi qabul qilish rejalangan. Nyu-Yorkdan Paige Kovok, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi uchun.